atrof muhiti go'zalligini qarang. Ob-havoni tozaligini, tabiatni, mana daryoni ovozlari, hidda ayting, shunaqangi bir sveji ob-havo. Endi buni so'z bilan ta'riflab berish qiyin albatta. Endi buni albatta bir o'zingiz kelib, ko'rib, agar ko'zingiz bilan ko'rib buni bir his qilmasangiz, juda ham his qilish qiyin. Mana basseynlari, mana bular hammasi tabiiy, hech qanday bir nima deydi? Yolg'on yoki sun'iy, hech qanday sun'iy yoki bir qo'ldan nima deydi? Qo'l bola qilingan narsalar yo'q. Hammasi toza, tabiiy va nima deydi? Haqiqiy. Haqiqat mana. Mana tabiat.